Obunachilar mana aksiyani bombasini qilamiz sizlar bilan. 650 ming so'mdan kvadrat metr, 750 ming so'mdan degan darvozalarimizda razmerini birinchi o'rinda aytib o'taman sizlarga. Bu darvozamiz eni 3 metr, bo'yi 3 metr. Darvozamizda shu turish holatini 4 million 300 ming so'mga Andijon, Namangan, Farg'ona, Marg'ilon, Qo'qon bo'ylab dastavka qilib beramiz. 4 million 300 ming so'mga aksiyaga qo'ydik. Keyingi darvozamiz high-tech shtampovka variantidagi darvozamiz, razmeri 3 metr, eniga balandligi 3,5 metr. Nejiverkalardan foydalanganmiz, 750 ming so'm sotilgan kvadrat metr darvozamiz. Bu darvozamiz 5 million 600 ming so'mga 3 ta vodiga qo'yib beramiz. Shoshilib qoling. Bizning kanalimizda sizga yoqadigan manfaatli videolar bor. Kanalimizga obuna bo'lib, like, comment esingizdan chiqmasin. Assalomu alaykum darvozalar kanali obunachilari. Xo'p, sizlarga yangi dizayndagi shohona darvozalarimiz, qolaversa high-tech, skromli high-tech shtampovka darvozalarimizni tavsiya qilib qolamiz. Sizlarni shu darvozalarimizni narxi bilan tanishtiramiz. Videoni o'tkazib yuborish shoshilmang. Like, comment esingizdan chiqmasin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu chiqarayotgan videolarimiz albatta siz uchun manfaatli bo'ladi. Birinchisi bo'lib boshlaymiz shohona shedevr fason darvozamiz. O'ziga yarasha juda gurutoy bo'lib chiqqan ruchnoy rabota darvoza. Darvozamizga ishlatilgan mahsulotlar bilan sizlarni bir qator tanishtirib o'tamiz. Darvozamizga ishlatilgan mahsulotlar yondorlari, qanot profillari 8/4 profilda bo'lgan, 1.7 stenada. Yondorlari har doimgidek 10 ga 10 profilda. Taglari shiviller. Darvozamizga yaqinroqdan kelib ko'rsating, juda ko'p kombinatsiyada ishlagan profillari bor. Nakatlari bor. 2 ga 1, 2 ga 2, 1,5 profil, gibkalardan foydalanganmiz. Darvozamiz juda silliq variantda ishlangan, xafyor sepilmagan. Mehrda chiroyli berilgan. O'ziga yarashimli ikkita girdada 30 sm dan yuqorida 40 sm dan abmalichkalari bor. Yuqorilariga simala gullarimizdan foydalanganmiz. Darvozamiz ko'rga ko'r qo'shib beradi. Bu yerda o'ziga yarashimli kovurni gullari bor. Bu trubalariga 12 talik nakatdan foydalanganmiz. Bular vibra hisobida yurmaydi. Bular nakat, toza kovka nakatdan foydalanganmiz. Xo'p, darvozamizning razmeri shunda eniga 340, balandligi 3,5 razmerda bo'lgan. Darvozamizning kvadratini O'zbekiston bo'ylab 1 million 800 ming so'mdan qo'yib berdik. Xudo xolasa full variantda bo'lgan darvozamiz o'ta mo'shni, har bitta ko'rinib turgan joytlari 2 qavat bo'ladi. Orqasi tekis bo'ladi. 1 million 800 ming so'mdan 250 dollargacha chiqadi darvozamiz kvadrati. Yangi shohona dizayndagi darvoza. Keyingi darvozamiz hamyonbop, high-tech. Har doimgidek o'zimizda skromli akaxonlarimiz uchun chiroyli variantdagi darvozamiz. Darvozamizda ishlatilgan mahsulotlar. Bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu yerda vitrinamizdagi barcha darvozalar yondorlari burs profillardan foydalanganmiz. Sababiki darvozamiz shiroki ko'rinishligi uchun. Klient talabiga binoan 8 likdan boshlab 16 lik shivillergacha qo'yib beramiz. Faqatgina ikkita girdi osti, yuqori taraf framoga qismlari bo'ladigan bo'lsa, profilda bo'lganmiz. Sababiki qanot bir-birini bosib olish ehtimoli bor. Xo'p, o'zimizning mavzuga qaytamiz. Darvozamiz high-tech, skromli, lazerli variantda bo'lgan. Bu joytlari 2 qavat, o'ziga yarashimli nejiverkalardan foydalanganmiz. Nejiverkamiz ham 2-3 xil variantlari bor. Muammosi yo'q, qo'yib beramiz. O'ziga yarashimli ruchka dastaklari bor. Yondorlari 10 ga 10 brusdan bo'lgan, kirib chiqadigan addenni eshigi o'yinda chetda bo'lgan, piyoda qismi. Darvozamizga ishlatilgan kabinasi 2 ga 2, 2 ga 1, 2 ga 3 profillardan bu joytlarni lazerda o'ydirganmiz. Orqalariga ham kraska sepilgan. Tagida yana bitta 1 sloy 1.8 listi bor. Darvozamizning kvadrat metrini 1 million 350 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga qo'yib berdik. Yuqorida havo aylanadigan joyi bor. Razmeri 4 metrga 3,5 metr razmerda bo'lgan. Keyingi darvozamiz taraf fason darvoza deymiz. Juda hamyonbop skromli fasondagi darvozamiz. Bu darvozamiz hali trenddan tushmadi. Yangilik hissa chiqdiki, bu darvozamizda modasi hali o'lmadi. Sababiki skromli, yuvib artishga, tozalashga, hali pokizalikni, ozodalikni yaxshi ko'radigan insonlar uchun chiroyli variantda chiqqan darvozamiz. Yondorlari 10 ga 10 brusdan bo'lgan. Ichki qovurgalar 6 ga 4, 1.5 stenada. Listlari 2 sloy bo'lgan. Mana shu joytlari, bu joyti, bu joyti. 1.8 listdan bo'lgan, shu muzallatsa qilingan. Darvozamizda ursangiz ham, tepsangiz ham hech qanaqangi shum chiqmaydi. Bu darvozamiz gibkalarni qo'yishdan oldin tagi, orqa, oldi hamma yoqlari kraskadan chiqqan. Darvozamizning razmeri
3,5 metrga 3,40 razmerda bo'lgan, o'ziga yarashimli yuqorida ochilmaydigan joylarda lazerli qismlari bor. Kvadrat metrini 1,2 ming so'mdan qo'yib beramiz aka. Navbatdagi darvozamiz afsona fason darvoza. Bu ham o'ziga yarashimli chiroyligina darvoza. Dastaklari bor. Addini kirib chiqadigan piyoda qismi o'ng tomonda. Xohlasangiz chapga, xohlasangiz katta qilib o'rtasidan ham qilib beraveramiz. Razmeriga qarab chiqaramiz. O'sha kombinatsiya 10 ga 10, 10lik shivillarda bo'lgan. Har bitta mana shu alohida chiqib turgan dilalari ikkinchi qavatga hisoblanadi. O'ziga bunga 2 profillardan foydalanganmiz. Ichida minovata, stiklovatalari bor. Shumka qilingan обязательно darvozamiz. Bu darvozamiz kvadratini 1,3 ming so'mdan qilamiz. Promoga qismlari ham xuddi shu ko'rinishda chiqadi. Razmeriga qarab chiqaramiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Like, comment esingizdan chiqmasin. Navbatdagi darvozamiz reflonka darvoza deb ataladi. Bu darvozamiz darvozalar ichida eng erkatoyi, hamyonbop, ommabop, serxaridorgir darvozamiz. Darvozamizda ishlatilgan mahsulotlari xo'p, qo'ra qismlari bir uchli profilda bo'lgan, listlari ham bir uchlikda bo'lgan, o'ziga yarashimli moviy nejiverkalardan foydalanganmiz. Yuqorida lazer joytlari bor. Xohlasa yopib beramiz, xohlasa ochib beramiz. Zakaz klientning talabiga binoan. Yondorlari 8 ga 6 profilda bo'lgan. 6 ga 4 kombinatsiya, bir uchlik, list bir uchlik, tagi shivillarda bo'lgan. Yuqorida ochilmaydigan qismlari bor. 3,5 ga 3,70 razmerda bo'lgan bu darvozamiz. Darvozamizni metr kvadrat 750 ming so'mdan boshlanadi, 1,2 ming so'mgacha chiqadi. Bu variantimiz 8 ming so'mlik variant. Sababiki bu yerda mana X bo'lgan joytlari bor. Ozgina rasxotimiz ko'paygan. Shuni hisobiga 8 ming so'm, 50 ming so'm qo'shimchasi bor. Navbatdagi darvozalarimizni ham ko'rsatamiz. Xo'p. Bu tarafdagi darvozalarimiz budjetli variantdagi hamyonbop arzonchi darvozalarimiz. Bu darvozalarimiz ham arzonchi bo'lib, kraskasida, ishlatiladigan mahsulotlarida hali minus taraflari yo'q. Xudo xolasa ruchniy robota bilan bir xilda xizmatlarni qiladi. Darvozamizni tanishtiramiz. Dubay fasondagi darvozamiz o'ziga yarashimli nejiverkalardan foydalanganmiz. Qora rangda, kraskasi mokr asfaltda bo'lgan. Darvozamiz razmerini tanishtiramiz. 3 ga eni, balandligi 3,5 metrda bo'lgan. 6 ga 4 profillari bir stenada bo'lgan, listlari 1,2 likda bo'lgan, yondorlari 8 ga 6 profil, 1,5 stenada bo'lgan, aylanasiga korobkasi osti shivillarda bo'lgan, 8 ga 4 shivillarda bo'ladi. Darvozamizni kvadratini 650 ming so'mdan qilib berdik. Sababiki darvozamizda nejiverkasi bor. Xohlovchilarga nejiverkali, bez nejiverka, rangida muammosi yo'q. Narxi sal qimmat chiqqan sababi shu nejiverkasi borligi. Bez nejiverka bo'ladigan bo'lsa, narxi yana sal arzonlaydi. Keyingi darvozamiz hop, dilafason darvoza deyiladi. Bu ham high-tech shtampovka variantda bo'lgan. Bu darvozamiz ham o'ziga yarashimli chiroyli chiqqan, glansiy laklarni sepganmiz. Однотомный mokr svetda bo'lgan. Darvozamizda yondor qismlari bularning 8 ga 6, ichki quvurg'alari 6 ga 4, 1,1 stenada, listlari 1,2 likda bo'lgan. Xuddi shu kombinatsiyada darvozamizni metr kvadrati 600 ming so'mdan qo'yib beramiz. Mana shu yerda farqni bilsangiz bo'ladi. 50 ming so'm nejiverkaga, bez nejiverka holatiga 600 ming so'mdan qilib berdik. Vodiy bo'ylab. Navbatdagi darvozamiz high-tech fasondagi darvozamiz. Bu darvozamiz ham ommabop, skromli darvoza. Bunga ham ishlatilgan mahsulotlari xuddi shunday, 8 ga 6 profil, 6 ga 4 qovurg'alari, 1,2 lik lista bo'lgan mana. Uncha-munchaga tosh chiqarmaydi, bemalol xizmatingizni qiladi. Mokri, rangini farqi yo'q. Shkolat svetda bo'ladimi? Xohlagan rangingizni sevib beraveramiz. Buni ham kvadratini 650 ming so'mdan qo'yib beramiz. High-tech shtampovka variant. Navbatdagi darvozamiz gibrid darvoza, 3D deydimi endi, bir boshqacha dizayndagi darvozamiz. Yangilik fasondagisi, bu joytlariga qora kraskadan foydalanganmiz. Bunga nejiverka qo'ysa ham bo'ladi, 3 xil variantda. Gold svet nejiverkamiz bor, oqi bor, qorasi bor. Ularni ham qo'ysa bu darvozamizga yanada bir o'zgacha dizayn ochib boradi. Razmerlari 3 metr eni, balandligi 3,5 metr razmerda bo'lgan. Darvozamizda kvadrat metrini 600 ming so'mdan qo'ydik buni ham, akalar. Navbatdagi oxirgi darvozamiz high-tech shtampovka darvozamizning nejiverkalik varianti. Gold svetdan foydalanganmiz. Mana gold svetdagi nejiverkalarimiz ham o'ziga yarashimli bir chiroy ochib turadi. Darvozamiz eni 3,20 ga 3,5 o'ziga yarashimli arkali joytlari bor.
lazerda o'yib berganmiz. Klient xohishiga binoan yopiq qilib ham beraveramiz. Uni muammo joyi yo'q. Klient всегда прав, har doim biz uchun. Bizda eng asosiysi sifat birinchi o'rinda turadi. Darvozamiz 8 ga 6 ramkada bo'lgan, ichki profillar 6 ga 4 da bo'lgan. Bir stenada, lislari 1-2 li har doimgidek, tovushi yo'q. Xo'p, darvozamizni kvadrati bularnikini 650 ming so'mdan qo'ydik. Hurmatli obunachilar, videomiz siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. 5 million